Aziz obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, yana o'sha muammo. Kosmetologlardan keyin bizga murojaat qildilar. 2 yil oldin bemorimiz 100 tortish amaliyotini o'tkazganlar. Bor yo'g'i hali bir sutka ham bo'lmadi. Patsientkamiz 2 yil oldin demak juda noto'g'ri operatsiyadan o'tkazilgan. Yana o'sha kosmetologlarimiz tomonidan o'tkazilgan, ayrim kosmetologlarimiz tomonidan. Demak, visosniy zonadan boshlab shu barcha kecha ko'rsatgan chandiqlarimiz 100% bartaraf etildi. Shuningdek, глубокий смаз deplane va bronni lobni lifting, endoskopik lifting va platizmoplastika hamda liposaksiya sheya podborodka mana sheya nefertitini mana ko'rish mumkin. Quloq anatomiyani ko'rishimiz mumkin. Mana quloq anatomiya, mochka, kozilok. Xuddi shunday bu tomondan ham mana mochka, kozilok 100% saqlangan. Albatta bu striplarni biz hozir ocha olmaymiz, lekin 4 kun, 5 kundan keyin albatta striplarni ochib, olingan jarohat joylarini albatta sizlar bilan bo'lishamiz.